Qabr azobi va uning ne'matlari haqida bugungi darsimiz. Albatta, qabr azobi haqida gapiriladigan bo'lsa yoki qabr haqida gapirilsa, bu so'zda qo'rquv bor. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Hasan Basriyning oldiga bir to'p kishilar kelib aytdilarki, bizni ba'zi bir odamlar azobi qabr bilan, qiyomatning dahshatlari bilan shunday qo'rqishadiki, yuraklarimiz yorilib ketgudek bo'ladi. Shunda Hasan Basriy javob beryaptiki, oxiri halokat bo'ladigan xotirjam hayotdan ko'ra, oxiri xotirjamlik bo'ladigan xavotirli, qo'rquvi bor hayot afzal dedi. Inson dunyoda oxiratdan qo'rqib, qabrdan qo'rqib, Alloh taoloning oldida turishlikdan qo'rqib yashar ekan, albatta buni ibodatga doim turtib turadi. Lekin inson dunyo hayotiga aldanib, xotirjam bo'lib, o'lim va oxiratdan g'ofil bo'lib qolishligi uni gunohlarni isrof qilib olishiga sabab bo'ladi. Ya'ni inson doimiy suratda o'limni esdan chiqarmaydigan bo'lsa, namozini vaqtida o'qishga harakat qiladi. Birovni dilini ortib qo'ysa, vaqtida borib kechirim so'rashga harakat qiladi. Lekin mana shu oxiratdan g'ofil bo'lgan kimsa, ulgiyman degan narsa uni chalg'itib qo'yadi. Qabr haqidagi so'zda albatta qo'rquv bor, lekin bu qo'rquv foydali bo'lgan qo'rquv. Hujjatul Islom bo'lgan Imom G'azzoliy shunday keltiradi kitoblarida. Qiyomat dahshatlaridan faqat u haqida dunyoda ko'p fikr qilgan kishigina omonda bo'ladi. Qiyomatning dahshatidan kim omonda bo'ladi? Ana shu dahshat haqida ko'p fikr qilib qo'rqqan odam. Zero Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Alloh taolo bir bandaga ikkita xotirjamlikni ham bermaydi, ikkita qo'rquvni ham bermaydi. Inson dunyoda Allohdan qo'rqsa, oxiratga xotirjamligi qoladi. Agar dunyoda Allohdan xotirjam, beparvo o'tadigan bo'lsa, oxiratda unga qo'rquv qoladi. Demak, qiyomatning dahshatlaridan shu qiyomat haqida ko'p fikr qilgan odam omonda bo'ladi. Bundan ham yomonrog'i nima? Insonni oxiratda esdan chiqarib qo'yishidan ham yomonroq narsa nima? Unga bir Allohni eslatsang, azobi qabrni eslatsang, aytadiki, azobi qabrdan Allohning o'zidan panoh so'rayman deydi. Deydi-yu, hech narsa qilmaydi. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin-da, qabrimizni kerak qilsin-da, keng qilsin-da deydi-yu, lekin hech narsa qilmaydi. Imom G'azzoliy bunaqa odamlarni quyidagi misol bilan tushuntiradi. Tasavvur qiling, bir kishi sahroda orqasidan arslon quvib kelyapti. Yugurgancha qochib kelib, katta bir qasrning oldiga kelib to'xtadi. Eshigini oldiga bordi-da, devorlari baland, eshiklari mustahkam, eshikning oldiga keldi-da, mana shu qal'ani baland devorlari bilan, mustahkam eshiklari bilan mana shu sherni yomonligidan panoh tilaman dedi-da, eshik tagida turaverdi. Ichkariga kirmadi. Bu panoh so'rashligi, bu himoyalanishligi unga asqotmagandek, dunyoda oxiratdan qo'rqyapman deb, bizni ham dilimiz toza deb, azobi qabrdan saqlasin deb, biz ham Xudodan qo'rqamiz, dilimiz oq desa-yu, lekin mana shu aytgan so'zi uni amalga chorlamaydigan bo'lsa, bu odamning gapi quruq gapdan boshqa narsa emas. Bu qo'rquvi hech qanday unga foyda bermaydi. Bu dunyo juda ham qisqa. Juda ham qisqa. Mana shunday bir hasharotlar bo'lar ekan, tong otganda tuxumini yorib chiqib, kun botgunga qadar ulg'ayib, yeb, ichib, juftini topib, tuxum qo'yib, kechib payt o'lar ekan. Ya'ni mana shu hasharot uchun bu hayot nihoyatda uzun. Lekin 60 yil, 70 yil yashaydigan inson bu hasharotga qarab turib, naqadar umri qisqa-ya, nimaga o'lgurkin-a? Endi 1000 yil yashagan odamlardan, bizni 60 yil, 70 yil hayotimiz so'ralsa nima deyishardi ekan? Nuh alayhisalom zamonlarida bir ayol aytgan ekan, oxir zamon odamlari 70 yil, 60 yil yashaydi desa, o'shalardan bittasini ko'rgan bor der ekan. Nimaga desa, ularga aytar edim, bitta sajda bilan o'tkazib yuboringlar 70 yil umringlarda. Bu qisqa umr deb aytardim deydi. Bu qisqa umr. Bu yerda 70 yil yashaganlar bor, yarmiga kelganlar bor, endi balog'atga yetganlar bor. Bu hayot juda qisqa. Hayotni qisqaligini Alloh taolo Qur'onda quyidagi oyat bilan bayon qiladi. Astagfirullah. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Alloh taolo kofir bandalarni qiyomatda hisob-kitob qilib so'raydi. Yerda qancha yil turdinglar? Ular aytadilar, bir kun yo yarim kun, sanab turguchi farishtalaringdan so'ragin. Bir kun yo yarim kun. Har kim necha yoshga kirishidan qat'iy nazar, necha yoshga kirganligidan qat'iy nazar orqasiga qarasa, bir kun yo yarim kun yashaganga o'xshaydi. 1000 yil yashagan bo'lsa ham, 1 yil yashagan bo'lsa ham.
Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan hayotinglar juda oz muddat edi. Birodarlar, 100 yilda oldida 70 yil nima? 1000 yilda oldida 70 yil nima? Endi abadiyatning oldida 70 yil nima? Mana shu hayot peshonamizda turibdi. Mana shu hayot oldimizda turibdi. Yoki sizlarning gumoningizcha dedi Alloh taolo, afa hasibtum annama xalaqnakum abatan va annakum ilayna la turja'un. Mana qo'limdagi qalam ma'lum bir maqsadda yasalgan, yaralgan emas, yasalgan. O'zini ishini bajara olmay qolgan kuni irg'itilinadi. Mana bu ustida yonib turgan lampochkani ichidagi kichkinagina wolframni uzilib ketsa, ustidagi figurasi har qancha chiroyli bo'lmasin, nima qilamiz? Tashlab yuboramizmi? Ana shu lampochka o'zini ishini bajara olmay qolgan paytda hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Xuddi shunga o'xshaganda inson dunyoga keldi, maqsadi bitta edi undan. Insonni yaralishidan maqsad bitta edi, Allohga qulchilik qilishlik edi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh. Men jinlarni ham insonlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratganman dedi. Ibodat qilmadimi? Ana shu kuyib qolgan lampochka emasmi bu? Alloh so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermaydigan, oxiratda hisob-kitob qilinmaydigan holda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bekardan bekarga keldik deb o'ylabsizlarmi, deyapti. Bekarchi ish chiqarishimiz qilmaymiz. Faraz qiling, o'sha shaharda bir chetidagi yo'lda bir odam kechasi 3 ta yurgan bo'lsa, nima qilyapsan desa, shunda yuribman o'zim desa. Ya bir ishi bor, bir maqsadi bor desiz, ketaverasiz. Ertasi ham, indini kuni ham shu ishni qilib yurgan bo'lsa, bu odam joydanmi kallasi deysiz. Bekardan bekarga u yerda yurmaydi odam. Agar bekardan bekar yurgan bo'lsa, demak aqli joyida emas ekan bu odamning. Alloh taolo so'rayapti, men sizlarni bekarga yaratganim yo'q. Inson bekarchi ishni xohlamaydi. Qanday qilib Robbil alamin bo'lgan zot bekarchi ishni qilgan bo'lsin? Zotan haq podshoh Alloh biron ishni behuda qilishdan yuksakdir. Hech qanday iloh yo'q, magar u ulug' arsh sohibidir. Alloh taolo faqat qo'rqitib qo'ymasdan amal qilishlikka buyuradi. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum lizikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum va kathirun minhum fasiqun. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Mo'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohning zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? 60 yil yashab ajali kelmagan kishiga hujjat qoyim bo'lmadimi ziyoniga? 30 ga kirib to'satdan keladigan halokatlardan omon bo'lib, o'lmasdan yashab turganligi unga Allohning zikriga moyil bo'lishiga vaqt kelganligini belgisi emasmi? Balog'atga yetib, aql hushini tanigan odamlarga Allohni tanib, uni zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? Nimani kutadi inson? Ibn Umar roziyallohu anhu aytadiki, bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni yelkamdan ushlab turib aytdilarki, kun fid dunya ka'annaka g'arib aw abiru sabil. Dunyoda g'aribdek yoki musofirdek bo'l dedi. Safarga ketayotgan odam shu safar uchun eng kerak bo'lgan zarur narsalarnigina oladi. O'zi ko'p narsani olgisi keladi, lekin iloji yo'qda ko'tarib ketishlikda. Eng zarurini oladi. Yurishlik qiyin bo'lganligi uchun. Dunyoda musulmon odamga, umuman insonga nima kerak desa, oshiqcha narsa kerak emas. Mana birodar, Ramazonda turibmiz. Ozgina ertaman narsa yesak ham yuribmiz, ha? Demak, inson hojatga ham kamroq borasiz. Nimaga desa, oshiqcha narsa yeyilmayapti-da. Insonga yeyotgan ovqat o'zi oshiqcha ekan hozirgi kunda. Kiyayotgan kiyim oshiqcha ekan, solayotgan uy oshiqcha ekan. Insonga nima kerak? O'sha umurtqasini tikka qiladigan, aql hushini joyida qiladigan ozgina ovqat kerak. Issiqdan, sovuqdan ehtiyot qiladigan kiyimi boshidan bitta tom kerak. Albatta uni marmar bilan uyini sahnasini bezashi shart emas. U ham o'ladi, bu ham o'ladi. Ibn Umar roziyallohu anhu mana shu hadisni qachon eslasa qo'shib qo'yardi o'zidan. Agar tong ottirgan bo'lsang, kech kirishini kutma. Agar kech kirgizgan bo'lsang, tong otishini kutma. Sog'ligingdan bemorligingga, hayotingdan o'limingga olib qo'y. Sog'ligingda ibodat qilib ol, sog'ligingda ishlab ol. Kasal bo'lib qoladigan bo'lsang, namoz o'qiy olmay qoladigan bo'lsang, tahorat usha olmay qoladigan bo'lsang, yoshligingda qilib qo'ygan bo'lgan. Endi tirikligingdan o'ligingga olib qo'y. Mana aytdik, qaysi sadaqa afzal desa, sog'lom, baxil,
kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib, boy bo'lishingdan umidvor bo'lib turgan holingda qilgan sadaqang afzal. O'layotganingda falonchiga po'kinchiga dema, endi pul o'shalarniki dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Tirikligimizdan o'limimizga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Aqida-i Tahoviyaning sharhida shunday so'zlar keltiriladi. Rasulullohdan qabr azobi va ne'mati, ikki farishtaning savoli haqidagi xabarlar mutawatirdir. Unga e'tiqod qilish vojibdir. Uning kayfiyati haqida gapirmaymiz. Ba'zi kishilar azobi qabrda shubha qilishadi. Mana quyida oyatlar, hadislarni o'qib beramiz inshaalloh. Mana shu shubhalar ko'tarilsin. Bu ishlar g'aybiy ishlardan. G'ayb ishlarida faqat oyatga, hadisga da keltirilgan narsaga aytamiz. Uning ichida bo'ladigan narsaga aqlimizni ishlatmaymiz. Qanaqa qilib bo'lishi mumkin? Qabrga kirgizib qo'ysa, o'tkazib qo'ysa, bosh tegib qolsa. Qanaqa qilib uncha kelib ikkita farishta sig'adi? Qanaqa qilib ko'z yetganchalik kengaytirib qo'yadi? Bunaqa aql ishlatilmaydi bunaqa joylarda. Oyatda, hadisda aytiladimi? Tamom. Kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Inson ko'zi ko'rmagan narsa yo'q bo'lmaydi. Insonni ko'zi ko'rmasa-la, u yo'q degani emas. To'kni ko'rmaysiz, issiqni ko'rmaysiz, sovuqni ko'rmaysiz, haroratni ko'rmaysiz, havoni ko'rmaysiz. Uni ko'radigan, uni his qiladigan boshqa a'zolar bor. Ovozni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Uni ko'radigan alohida asbob bor. Hidni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Hidni biladigan asbobi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, g'ayb ishlariga siz bilan biz aqlimizni ishlatishimiz shar'an man qilinadi. Alloh taolo aytdimi, payg'ambar aytdimi, ishonaveramiz. Insonning ruhi Alloh taoloning huzurida qaysi kitobga yozilishligi xabar aytilgandan keyin jasadiga qaytariladi. Endi bu jasadiga qaytishlik siz bilan biz ko'rgandaqa holatda bo'lmaydi. Qana bo'ladi? Alloh a'lam. Mana bitta misol. Ruhni jasaddan chiqib qaytib ketishiga bitta misol. Hammamiz ko'rganmiz. Hammamiz bo'lamiz har kuni. Uxlayotgan odamni qarasangiz, tillayotgan bo'ladi. Bezovta bo'layotganini ko'rasiz. Yuragi takappuk bo'lib uyg'onib ketadi cho'chib. U tirikmidi, o'laymidi? Tirigan emasdi, o'lagan emasdi. Tirik desangiz, harakatlanmayapti, ixtiyori qo'lida emas. O'lik desangiz, yuragi uryapti. Birovni qarasangiz, kuladi uxlayotgan joyida. Birov yuguradi, tipirchilaydi. Ya'ni mana shu uyqu xos bir boshqacha hayot. Siz bilan biz uyg'onganda o'tkazadigan hayotimizdan boshqacha hayot. Dunyoda o'zida ikkilashyapti inson. Uyg'onib olma dedi, yuragim takappuk bo'lib ketdi, yomon qiynalib ketdim. Uyg'onsam tushim ekan, Allohga shukr dedim. Yo bo'lmasam, shuni uyg'onsam tushim ekan, uxlavermabman dedim. Zo'r narsa bo'lyapti deydi. Ya'ni rohatini ham his qiladi, mashaqqatini ham sezadi, lekin u dunyoda o'zida. Xuddi shunga o'xshagandek, qabrdagi hayot ham siz bilan biz bilgan hayotdan boshqacha hayot. Buni kayfiyatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Quyida bu Aqidatu Tahoviy kitobining sharhida keladi. Biling, qabr azobi u barzax azobidir. Jazoga loyiq holda vafot etgan har bir kishi, diqqat qilinglar. Jazoga loyiq holda o'lgan har bitta kishi qabrga ko'miladimi, ko'milmaydimi? Yo'lbars yeb ketadimi? Kuyib kul bo'lib ketadimi? Kulini shamol uchirib ketadimi? Dengizga cho'kib ketadimi? Qabrga kirgan odamni ustida qanaqa ishlar bo'lsa, hammasi sodir bo'ladi. Hisob kitob, farishtani kirishi, qovurg'alarning bir-biriga kirishib ketishligi, o'tkazib qo'yishligi va hokazolar. Qanday qilib turpoq kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsa, vallohu alam. Har bitta o'lgan kishi qanaqa holatda o'lib, qaysi holatda yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, qabr azobiga loyiq bo'lsa, qabr azobini totadi. Bu Alloh taoloning qudratidagi narsa. Qabr azobi haqida ko'p hadislar kelgan va ulamolar ba'zi oyatlarni azobi qabrga ishora deb ittifoqqa kelishgan. Ana shu oyatlardan biri. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Ey Muhammad, bu zolimlarni o'lim girdobida qolgan, o'lim farishtalari qo'llarini cho'zib, jonlaringizni beringiz. Bu kun Alloh sha'niga nohaq gaplarni aytganingiz va uning oyatlaridan yuz o'girib, kibri havo qilganingiz sababli xorlik azob bilan jazolanadigan kuningizdir. Boshqa oyat. Sanu'azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim. Biz deydi Alloh taolo, ularni qayta-qayta azoblaymiz. Ya'ni 2 marta azoblaymiz deydi.
So'ngra buyuk azobga kirib ketadi. Buyuk azob qachon bo'ladi? Qiyomatda bo'ladi. Shu qiyomatgacha nima deyapti Alloh? 2 marta azoblaymiz deydi. Bittasi dunyodagi qatl qilinishligi, dunyodagi xorligi bo'lsa kofirlarda. Ikkinchisi qabrdagi azob. Uchinchisi qiyomatdagi azob deyilyapti. Mana shu oyatdan bilinib turibdiki, azobi qabr haq. Quyida o'qiganimiz oyat karimadagi dalilni ulamolar azobi qabrni bor ekanligining eng katta dalili deyshadi. Va haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya va yawma taqumu as-sa'atu fa adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab. Mana hammamiz bilamiz, Musa alayhisalom qissasida o'qiganmiz. Fir'avn oilasi mana suvga cho'kib o'lgan Fir'avn qo'shini bilan Fir'avn oilasi erta-yu kech har kuni 2 marta azobga borib o'tiradi. Har kuni. Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makr hilalardan saqladi va Fir'avn xonadonini yomon azob o'rab oldi. U azob bir olovdirki, ular erta-yu kech o'shanga ko'ndalang qilinib kuydirilurlar. Qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'avn xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydi. Ya'ni qiyomat bo'lgunga qadar 2 marta azoblaylar deyapti. Ertalab 1 marta, kechki payt 1 marta. Ana shu payg'ambarimizning Merojga chiqqan kechasidagi aytgan hadisiga xulosasak, ana shu sutxo'rlarni uyda katta qorinlar bilan chalqamchayotgan paytda Fir'avn oilasi ertaman bu yoqqa tepalab o'tadi, azoblangani qaytib keladi, tepalab o'tadi. Kechki payt boradi azoblangani, azoblanib qaytib keladi. Mana shu sutxo'rlarning qornini tepalab o'tadi degan payg'ambarimiz. Fir'avn oilasi kuniga 2 marta azoblanadi. Qachon azoblanadi? Qiyomatgacha. Qayerda azoblanadi? Qayerda ular hozir? Qabrda. Suvga cho'kib ketdi-yu. Yuqorida aytib o'tdik, cho'kib oladimi, kuyib oladimi? Azobi qabrga loyiq bo'lgan banda borki, shu azobga ko'ra bo'ladi. Qur'ondagi azobi qabrni haq ekanligi ishoralardan yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil axirah. Alloh iymon keltirgan kishilarni hayoti dunyoda ham, oxiratda ham ustuvor so'z, iymon kalimasi bilan sobit qadam qiladi. Dunyoda ham Alloh taolo shu kalima bilan mustahkam qiladi. Qabrga kirganda munkar nakir, mana shu bir dahshatli ko'rinishda kelgan ikkita farishtaning savoliga la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deydida sobit turadi shu bilan. Bu azobi qabrga ishora. Imom Buxoriyda keltiradi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana shu oyat azobi qabr xususida nozil bo'lgan dedilar. Imom Muslim rivoyatida Oysha onamiz oldiga ikkita yahudi ayol kirib keldi. Ba'zi rivoyatlarda tilanib kirib keldi deydi. Oysha onamiz unga bir sadaqat qilganida Alloh sizlarni azobi qabrdan saqlasin dedi. Oysha onamiz aytadilarki, bu yahudiylarning yana to'qib olgan bidiyati bo'lsa kerak deb ishonmadim. U ayol chiqib ketgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldi. Rasulullohga haligi yahudi ayolning gapini aytsam, to'g'ri aytibdi dedi. To'g'ri aytibdi dedi. Qabrida azoblanadi insonlar dedi. Va deydi Oysha onamiz, mana shu kundan boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon namoz o'qisa, orqasidan azobi qabrdan Allohdan panoh tilayotganligini eshitdim deydi. Asmo bint Abu Bakrdan rivoyat qilinadi Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh bir kuni xutba o'qigani turdi hamda kishi qabrida yo'liqadigan fitna, qabr fitnasi haqida gapirdi. Odamlar qo'rqib ketdi, odamlarda g'ala-g'ovur ko'payib ketganidan Rasulullohning ovozini eshitmay qoldim deydi. Shunda yonimda turgan kishiga Alloh o'zini rahmat qilsin, Rasululloh oxirida nima dedi, men eshitmay qoldim deganida, hali kishi aytib beryaptiki, Rasululloh shunday dedi. Menga vahiy qilindiki, sizlar Dajjal fitnasidan avval qabrlaringizda fitnalansizlar. Har bitta kishi qabrga kirganda fitnaga uchraydi. Birodarlar, Usmon roziyallohu anhu qabr haqida gapirsa tinmay yig'lar edi. Sababi qabrda yolg'iz turaman deydi. Qabrda yolg'iz turaman deydi. Yolg'iz qolamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Banu Najjor yerlaridagi bir ekinzordan o'tib ketar ekan, bir 3 ta, 4 ta yoki 5 ta qabrda oldidan o'tib ketar edi, eski qabrlar. Ot hurkib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yiqilib tushishga yaqin bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz shunday to'xtadilarda, qabrlarni ko'rib, bu qabrda egalarni kimlar taniysizlar? Bir kishi men tanimayman ya Rasululloh dedi. Kim edi bular? Qachon o'ldi bular deb so'raganida, "Ha, bular o ancha bo'ldi o'rganiga, shirk holatda o'tib ketdi ular" dedi. Ya'ni mushrik holatda o'tib ketdi dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ummatlar
qabrlarida balolanmoqdalar, mushrik bo'lib o'tib ketganliklari uchun. Agar sizlar bir-birlaringizni qabrga ko'mmay qo'yishinglardan qo'rqmaganimda, Allohga duo qilib, men eshitayotgan ularning ovozini eshittirishini Allohdan so'rardim deydi. Ya'ni agar sizlar eshitganinglarda qabrdagilarning ovozini qo'rqqaninglardan biringlar ko'mmay qo'yardinglar deydi. Boshqa hadislarda azobi qabrdagi turgan kishilarning ovozlarini inson va jindan boshqa hamma mavjudotlar eshitadi derdilar. Inson va jindan boshqa hamma azobi qabrdagi kishilarning ovozlarini eshitadi. Imom Muslim rivoyati Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Rasululloh azobi qabrdan panoh tilashlikni duosini xuddi sahobalarga Qur'onning surasini o'rgatgandek o'rgatardi deydi. Ya'ni so'zma-so'z, harf-harfi payg'ambarimiz to'g'ri talaffuz qilishlikka sahobalarni o'rgatar edi. Nima deb duo qilardi? Parvardigoro, men sendan ojizlik va yalqovlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, haramdan panoh tilayman. Azobi qabrdan, tiriklar va o'liklarning fitnasidan panoh so'rayman. Payg'ambarimizdan sahih hadislarda azobi qabrdan panoh so'raganligini bilib turib, yana azobi qabrga iymon keltirmaslik bu katta halol bo'ladi. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.